Assalomu alaykum. Ekran oldidagi qarindoshlar. Men Abduz Abdurashiddan. Hammanglarga o'tliq salom. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz ko'rurmanlar. Men Amangul Sidiqdan hammanglarga Navro'zlik o'tliq salom. Mush munosabat bilan ekran oldidagi barliq qarindoshlarimning qutlug' Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Navro'z bayrami bizning an'anaviy bayramlarimizning biri bo'lib, barliq aziz ko'rurmanlarning Navro'z bayramini tabriklayman. Oilasiga inoqlik, turmushiga baxt, tinning salomat bo'lishini, kunlarining xushal-xuram o'tishini chin dilimizdan umid qilma. Assalomu alaykum. Televizor oldidagi barliq qarindoshlar, yaxshimisizlar? Amina abladan sizlarga o'tliq salom. Navro'z bayramingizga muborak bo'lsin. Hammanglarning oilasiga xotirjamlik, tininglar salomatlik, yangi kunda yangi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum hurmatli ko'rurmanlar. Hammanglarning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Men Xasiyat Qurbondan hammanglarga o'tliq salom. Sizlarning bundan keyingi turmushinglarning xotirjam, ishlaringlarning utuqliq, kunlaringlarning xushal-xuram, barakatli ichida o'tishini chin qalbimdan tilayman. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Hammanglarning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stlaringiz Sergar Anvar Azat Elchin. Hammanglarning Navro'z bayramida yangi natijalarni, tinning salomat bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum ekran oldidagi keng ko'ringan do'stlar. Men Abdukim Abdullah. Hammanglarning Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Navro'z bayramingizga muborak bo'lsin. Men Mahmud Mamatdan sizlarga o'tliq salom. Tininglarning salomat, oilalarning baxtli bo'lishini umid qilaman. Assalomu alaykum hurmatli ko'rurmanlar. Men Abduqayim G'ani. Hammanglarning Navro'z bayrami muborak bo'lsin.